Nima ayol kishini sindiradi bilasizmi? Yillar davomida erkagi u bilan gaplashmasligi. 100% sindiradi. Buni o'z hayotimda ham doim tekshirib ko'rganman va turmush o'rtog'im bilan shu borada doim gaplashaman. Men bilan gaplashmasligingiz, menga vaqt ajratmasligingiz, ya'ni vaqt ajratish degani ayolni qarshisida o'tirib telefon kovlab o'tirish, bu vaqtni ajratmadim deb hisoblasin. Bir erkak agar ayolini qarshisiga kelib so'qqayib o'tirib olib telefon kovlayotgan bo'lsa, u ayolga vaqt ajratmayapti. U telefoniga ajratyapti vaqtni. Telefonni ichida kim bo'lsa o'shanga ajratyapti. Ayolini ko'zlariga qarab turib, mayli nima gapirsa gapirsin, shunchaki tabassum bilan eshitishi, mayli quloqlariga paxta tiqilgan bo'lsin. Shunchaki u bilan gaplashishini o'zi zavq. Ayol o'sha paytda bir pog'ona o'sadi, meni erim eshityapti. Ering suydi, eling suydi degan gap menimcha shundan kelib chiqqan. Siz turmush o'rtog'ingiz sizni suymayotganini bilgan saringiz o'zingizni juda ham katta aybdorlikka tiqasiz. Juda katta stress ayollarda paydo bo'ladi. Eriga nafratlangan ayol bu nafratni hammadan oladi. Birinchi